Har bir safar qo'lga so'mka olishdan boshlanadi. Oddiy tayyorgarlik. Lekin aynan shu oddiylikning o'zida ichki bir chaqiriq bor. Go'yo tog'lar seni uzoqdan chaqirayotgandek. Shahar ko'chalaridan tog' yo'llariga o'tish bu shunchaki manzara almashinuvi emas. Bu kayfiyat almashinuvi. Har bir qadamda shahar shovqinidan uzoqlashib, tabiat sokinligiga yaqinlashib borasiz. Tog' qiladigan chinakam hikoya daraxtlar orasidan boshlanadi. Yerga tushgan quyosh nuri, shamolda chayqalayotgan barglar, sezilmas tabiatning sukunatdagi tovushlari. Bularning barchasi insonni ich-ichidan tinchlantiradi. Tog' yo'li ko'pincha notekis bo'ladi. Ba'zan baland, ba'zan tik, ba'zan oson va ba'zida esa juda charchoqli. Bu yo'l hayotga juda o'xshaydi. Hech qachon bir xilda davom etmaydi. Lekin aynan shu qiyinchiliklar bizni o'stiradi. Atrofga nazar tashlasangiz, hayotning qanchalik kengligini his qilasiz. Qushlar, barglar, shamol, o'tlarning shitirlashi. Tabiat bu insonni shoshilmaslikka o'rgatuvchi eng katta ustozlardan biri hisoblanadi. Daraxtlar siz kelguncha shoshmaydi. Daryolar sizning kayfiyatingizga qarab oqmaydi. Quyosh ham, shamol ham sizga hech qachon talab qo'ymaydi. Ular shunchaki bor. Mana shu mayin sokinlik ichida siz asta-sekin o'zingizga qayta ulanib borasiz. Nafasingiz chuqurlashadi. Tashvishlaringiz esa tabiat orasida erib ketadi. Shu sababli biz Hiking Club loyihasini boshlab turibmiz. Biz nafaqat toqqa chiqamiz, balki ichki va tashqi tomonlama o'samiz. Siz qadam qo'ysangiz yo'l paydo bo'ladi. Siz qaror qilsangiz cho'qqi sizni kutadi. Agar siz ham o'zingizni sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, tinchlik, kuch va yangi o'sish izlayotgan bo'lsangiz, biz bilan yo'lga chiqing. Bu esa Hiking Club. Hiking Club sizni kutmoqda. Koreyada trip qilish uchun, hiking qilish uchun imkoniyatlar juda ham ko'p. Chunki har qadamda tog'lar, parklar bor. Men Shavkat Xo'ja, Pusa Trip loyihasining yordamchi menejeriman. Pusa Trip loyihasi shu kungacha yiliga 3 ta sayohatlar bilan cheklanib kelgan. Lekin 2026-yil uchun Pusa Trip loyihasining a'zolari yanada butunlay yangitdan o'ylab chiqilgan rejani tuzishdi. Bu rejaga ko'ra yiliga 2-3 ta sayohat bilan cheklanib qolmasdan 12 ta sayohat o'tkazishni reja qildik. Bu degani har oy bittadan. Eng qonarlisi shundaki, bizning sayohatlarimiz bu yog'iga faqatgina Pusan shahrida emas, Koreyaning boshqa shaharlarida ham o'tkazishni rejalashtiryapmiz. Chunki bizni sayohatlarimizga Pusan shahridagi o'quvchilargina emas, boshqa shahardan kelib qatnashadigan o'quvchilar ham ko'p va bizni boshqa shaharga ham taklif qilayotgan talablar juda ham ko'p. Aynan shu narsa bizga boshqa shaharga chiqish uchun qanday turtki bo'ldi deb ayta olamiz. Va bizning sayohatlarimiz orasida yana bir katta o'zgarish bor. Biz o'z saylarimiz orasiga ekstremal hikingni ham qo'shdik. Ya'ni bu mashaqqatli hiking. Ammo bu hikinglar haqida keyinchalik ma'lumot berib o'tamiz va eng muhimi bizning maqsadimiz oddiy, arzon va hamma qatnashsa bo'ladigan, sifatli bo'lgan saylarni amalga oshirishdir.